Siz Amerika ovozi televiziyasini tomosha qilyapsiz. G'arbda musulmon ayollar haqida asosan bir yo'qlama tasavvur shakllangan. Itoatkor, ma'sumi, zaif bir ma'budalar. Amerikaning Ogayo shtatida yashovchi bir muhojir ayol bu eski yangilish tasavvur deydi. Salmina Siddiqiy islomiy markaz rahbari, qolaversa maktab direktori. Asli afg'onistonlik Salmina Siddiqiy juda band professional ayol. Ammo uy ishlari va oilasiga qarashga ham ulguradi. Salmina jamoatchilik orasida faol muslima sifatida tanilgan, mahalla ko'yning hurmatini qozongan, Toledo shahrining taniqli fuqarosi. U maktab va masjidni o'z ichiga olgan islomiy markazning ilk ayol prezidenti. Juda mas'uliyatli ish, xoh ayol, xoh erkak kishi uchun bo'lsin. Qo'lim ishdayi o'zim o'ylanib qolaman, to'g'ri qaror qildimmi, shu lavozimga loyiqmanmi? Ogayo shtatining Toledo shahri industrial sanoatlashgan hudud sanaladi. Undagi islomiy markazga 20 yil oldin asos solingan. U paytlari oddiy bir masjid edi. Hozir esa muhtasham bir markazga aylanib, mingdan oshiq a'zosi bor. Bu dargoh kundalik hayotini xotin-qizlarsiz tasavvur qilish qiyin. Salmina islomga, ayniqsa musulmon ayollarga bo'lgan salbiy munosabat, eski qarashlarni o'zgartirishni istaydi. Xotin-qizlar ta'lim olishi mumkin emas. Ayol kishi uydan erkak hamrohsiz chiqa olmaydi. Qiz-juvonlar ust-boshini o'rab yurishi kerak kabi qoidalar islomga umuman zid deydi u. Islom dini, deydi u, ayolning xohish-istagi, tanlash huquqini hurmat qiladi. Payg'ambar Muhammad davrida ham ayollar faol bo'lgan deydi u. Ular birovdan yashirinmagan, mard, jasoratli ayollar bo'lgan. Urushda ham, kasbda ham erkaklar bilan yelkama-yelka turib xizmat qilgan. Salmina ham oilaviy biznesni eri bilan teng boshqaradi. Turmush o'rtog'i Ahmad Siddiqiyning avtomobil biznesida hisob-kitob, kompyuter bilan bog'liq ishlar Salminaning zimmasida. Islomiy markazga rahbar bo'lishga undagan ham eri. Musulmon jamoasini boshqara oladigan uquvli odam kerak edi. Bu ish Salminaning qo'lidan keladi. Salmina Siddiqiyning aytishicha, biror kimsa jasorat qilib boshlab bersa, qolganlar ham ergashadi. U markazdagi yoshlarni faolroq bo'lishga undamoqda. Markazdagi ayollar har xil loyihalar ustida ishlayapti, ammo biz bilan kamera oldida gaplashishga tortindi. Siddiqiy musulmonlar harakatchan bo'lishi, nom qozonishi kerak deydi. Siyosiy, ijtimoiy sohalarda muvaffaqiyatga erishgan odamlarimiz juda kam. Ba'zilar bu muhim emas-ku deyishi mumkin, lekin bu g'oya dolzarb masala. Salmina Siddiqiy markazni 1 yil boshqaradi. O'rniga yangi rahbar keladi. Xotin-qizlar ilm-ma'rifatga intilishi, xat savodli bo'lishi kerak, chunki bilim insonning eng vafodor do'sti, tayanchi deydi u. Agayodan Jeff Swickert, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun.